Yurtimiz bo'ylab Navro'z bayrami tantanalari davom etmoqda. Shu o'rinda ayni damda biz Uzun tumandamiz va Uzun tumandagi markaziy o'yingohda ham Navro'z bayrami sayllari boshlanish arafasida. Hali bayram boshlanmasdanoq tumandagi barcha mahallalardan tashrif buyurayotgan minglab mehmonlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu albatta mana shunday tinch yurtimizdagi musaffo osmonimiz ostidagi milliy bayramimizga bo'lgan e'tibor, hurmatdan dalolat beradi. Uzun tumanidagi markaziy o'yingoh hududi milliy qadriyatlarimiz aks etgan bezaklar, bahoriy gullar, rang-barang kompozitsiyalar bilan bezatilib, bu yerda tom ma'noda bayramona kayfiyat hukm surdi. Shuningdek, o'tkazilgan sport musobaqalari, dorbozlar chiqishlari va xalq o'yinlari ham tadbirga yanada fayz bag'ishladi. Ayniqsa, milliy liboslarda chiqish qilayotgan yoshlar, qadimiy urf-odatlarimizni aks ettiruvchi sahna ko'rinishlari tomoshabinlarga o'zgacha zavq ulashdi. Shundan so'ng bayramning asosiy qismi ham boshlandi. Tadbir avvalida tuman hokimi so'zga chiqib, barchani bayram bilan tabrikladi. Xalqimiz katta shod-u xurramlik bilan Navro'z sayllarini nishonlamoqda. Qalblarimiz quvonchga to'lib turgan shu dilbar lahzalarda keksa yosh barcha yurtboshlarimizni chin dildan qutlab, barchangizga o'zimizning yuksak hurmatimiz va ezgu niyatlarimizni izhor etamiz. Sharqona yangi yilimiz muborak bo'lsin. Navro'z olamning qadami qutlug' kelsin. Bayramning eng zavqli qismi esa konsert dasturi bo'ldi. Unda taniqli san'atkorlar hamda iqtidorli yoshlar tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar, raqslar tomoshabinlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Sahnadagi har bir chiqish Navro'zning mazmun-mohiyatini, tinchlik, do'stlik va hamjihatlik g'oyalarini aks ettirdi. Mana bugun Uzun tumanida bir katta bayram bo'lyapti. Avvalo bilan elimiz, xalqimiz, yurtimizda mana shu qancha xalqimiz Navro'z bayramini intiqlik bilan kutadi. Chunki bu Navro'z ayyomi yildan yilga mana shu elimizga chiroy, qalbimizga bir nima desam bo'lar, ilhom yaratib kelyapti. Mana shunday xalqimizda bayramimiz ko'p bo'lsin. Musaffo osmonimiz mana shunday tiniq bo'lsin. Merganlar ketadi ovg'a, kiyiklar taylaydi zovg'a, yilqilar kelar motovg'a. Xush kelibsiz xalqimiz, yurtimiz mana shu Uzun tumani o'tovg'a. Uzun tumanida o'tkazilgan ushbu bayram sayli yana bir bor xalqimizning boy madaniyati, milliy qadriyatlari va hamjihatligini namoyon etdi. Zero Navro'z bu nafaqat bahor bayrami, balki insoniylik, mehr-oqibat va yangilanish timsolidir. Bunday ezgu an'analar davom etar ekan, yurtimizda totuvlik va farovonlik yanada mustahkam bo'lib boraveradi.